ishinglar joyidami? Hamma yozibdi, nega Barcham G'ofurovani xafa qildingiz deb. Men xafa qilganim yo'q, bilmayman. Barcham G'ofurova o'tgan kuni Qashqadaryoda edi. Mana bugun Samarqandga ketdi. Nega ko'rishmayapsizlar deyapsizlar-yu. Menga qolsa-ku har bir daqiqamni, har bir soniyamni ular bilan o'tkazardim, lekin ularni vaqtlari bo'lmayapti. Hech bir menga vaqt ajratmayaptilar. Hayron qoldim, o'z boshqacha bo'ldilar negadir. Men har kun telefon qilib, hozir ham mana gaplashdik. Hammasi yaxshi, bilmayman qayerdan unaqa gap so'z olyapsizlar. Xafa bo'lganim sababi men emasman. Nimadan xafa bo'ldingiz? Siz menga ham aytmayaptilar. Qo'yavering, bir ikkitalar bor. O'shalarga jahlim chiqdi dedilar. Endi u yog'ini o'zidan so'rab olaverasizlar. Barcham G'ofurova bilan biz urushganimiz yo'q.